Xo'p, hammaga salom. Nima gaplar? Yaxshimi, bo'lyaptimi? Xo'p, bugun Fomus bor ekan. Bugun Fomus bor. Fomus O'zbekiston vaqtiga roppa-rosa 00 da bo'ladi. Roppa-rosa 00 da foiz stavkasi qo'yiladi va undan so'ng 00 dan keyin roppa-rosa yarim soatdan keyin press konferensiyasi bo'lib o'tadi va bugun mana shu majlis vaqtida savdo qilishga va bundan profit qilishga harakat qilaman. Xo'p, bo'lmasa videoni boshladim, video zapisi ketdi. Bo'lmasa, xo'p, Fomus o'zi nima degan savolga birinchi navbatda javob bersak. Aslida o'zi Fomus nima? Fomus bu 4 ta so'zda har bitta so'zning bosh harfidan olinganda hosil bo'lgan narsa. Ya'ni bu qanaqadir terminga o'xshaydi. Fomus bu FOMC dan bosh harflar shunday bo'lsa, Federal Open Market Committee deyiladi. Ya'ni shu ochiq bozormi, bir narsa, qarochi. Buni hozir tarjimasini mana shu ekraningizda qo'yib ketaman. Xullas, bugun shunaqa majlis bor. Bugun mana shu majlisda savdo qilishga harakat qilamiz. Xo'p, bo'lmasa bugun qanday savdo qilinadi? Bugun ikki xil plan bor savdo qilgani. Fomus uchun men doim mana shu planlarga amal qilaman. Xo'p, hozir nima qilamiz? Foiz stavkasi qo'yilishiga 39 minut vaqt qolyapti. 39 minutdan so'ng roppa-rosa 00 da foiz stavkasi qo'yilgan vaqtida bozor qaysi tarafga reaksiya beradigan bo'lsa, ana o'shni orqasiga, nabarotiga bitim ochib ko'rsa bo'ladi va bu ko'p holatlarda, deyarli 90% holatda, ya'ni 10 ta holatdan 5 ta holatda bozor orqasiga reaksiya beradi. Men 2021-yildan beri bozorda kuzatadigan bo'lsam, doim bunaqa narsa bo'lgan. Juda ham oz va juda ham kam holatlarda orqasiga reaksiya bermasdan bir tarafga qarab ketib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin bu gapim bilan men albatta shunaqa bo'ladi deb kafolatlayotganim yo'q. Agar siz mabodo shunaqa qilib keyingi safar bo'ladigan FOMC majlisida shunaqa qilib kattaroq zarar qilib qo'ysangiz, bunga men javobgar emasman. Shuni hozirdan aytib qo'yay. Bu internetda olayotgan ma'lumotlaringizni albatta o'zingiz bir marta odam o'zi uchun tekshirish kerak. Bu doimgidek o'zimizni Dobry, o'zimizga eski broker bo'lmish Exens brokerni pro hisob turidaman hozir, chunki Exens brokerdan ko'ra hozirda afzalroq broker topish o'zi bir mashaqqat desam adashmagan bo'laman. Exens brokerni pro hisob turida hozir savdo qilyapman va agar mana shu broker bo'yicha sizga qanaqadir ma'lumot yoki rasmiy veb-sayt kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu video izohida ham qoldirib ketaman va bu brokerdan ro'yxatdan o'tish bo'yicha, to'g'ri ro'yxatdan o'tish bo'yicha barcha qo'llanmalar kanalida mavjud. Buni ham video izohidan, ya'ni videoda ko'pchilik o'rganib qolgan opisiyaniyasidan topishingiz mumkin. Bo'lmasa foiz stavkasi qo'yilishiga ham 2 minut vaqt qolibdi. 2 minutdan ham kamroq. Mana ko'rishimiz mumkin. 1:19-18 bo'lib vaqt sanayapti. Mana shu vaqt tugagandan so'ng 00 da foiz stavkasi qo'yiladi va bozor qaysi tarafga reaksiya beradigan bo'lsa, vot ana o'shani nabarotiga prosta ishlab boramiz. Prosta soqqani easy bosib boramiz. Easy soqqa qilamiz. Easy. Tak, mana bu o'ng tarafda ko'rib turganingiz bu Exensda pro hisob turi, ya'ni MetaTrader, chap tarafdagi bo'lsa bu dollar indeksi, ya'ni DXY, bu bo'lsa TradingView ilovasi. Xo'p, bo'lmasa ikkalasida ham 5 minutlik time frame. Vot mana endi hozir real time'da, ya'ni hozirgi vaqtda ko'ramiz. DXY qanaqa reaksiya beradi-yu va oltin bunga qanaqa reaksiya beradi. Xo'p, 15 sekund vaqt qolyapti ekan. Davay, qaysi tarafga? Davay. Vot, yangilik chiqdi. Qaysi tarafga? Biling hozir hech qanaqa bir deyarli reaksiya ko'rganim yo'q. Vot, ana endi boshlandi shekilli. DXY piyoda tushdi boshladi va oltin bo'lsa ko'tarilish qilib beryapti. 5278 dan uje 91 ga uje normalga ko'tarilib qo'ydi. 120-110 pipslar ko'tarilib qo'ydi. Vot, mana shu joyda hozir qoidaga amal qilib, ya'ni kelishilgan planga amal qilib sell olish kerak edi, lekin o'lchagunimcha uje tushib ketib qoldi. Bir qator nazar solamiz va vot, endi kelishilganidek, davayt mana shu joydan bo'lmasa sell olamiz. Sell. Pastroqdan bo'lib qoldi, lekin mayli, necho, hech qisi yo'q. Trade deganiga o'tamiz va hozirda o'zi $300 profit turibmiz ekan. Davay ukam. Bulk operations qilamizda, hammasini yo'q. Bilad, necha kechroq bo'lib qoldi. Nu mayli. Qisqasi men bitimlar $500 ga yaqin profitda turganda yopishga buyruq berdim, lekin biroz kechroq amalga oshgani uchun biroz kamroq profitda, adashmasam $300 da yopildi. 1800 mida 2100 profit bor uje. Bu bo'lsa yangilab tushib ketaman deyapti. Davayt, ochamiz yangilashiga.
Davay ukam, davay. Hozir bo'lmasa mana shu joyda o'zi yopib yuboraman. Yangilaysanmi yo'qmi? Ha bo'pti, bu yangilamasligim mumkin, yopdim. Nice. 1800 dan уже 2300 ga olib chiqib qo'ydik. Endi bo'lsa press konferensiyani kutamiz va bu narsa adashmasam 27 minutdan so'ng amalga oshishi kerak. Majlis vaqtida Jerome Powell nutqi vaqtida juda ham endi ehtiyotkorlik bilan, chunki u paytda har narsa bo'lib ketishi mumkin, shuning uchun bo'pti bo'lmasa qani ko'ramiz. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy rate unchanged. Xo'p, nutqni boshladilar, bratim. Endi bu yo'g'ida nima bo'lishini ko'ramiz. Menimcha, o'ylayapman DXY cho'tta DXYda turish menga yoqmayapti, cho'tta mana bunaqa harakat bo'lyapti-da, hozir buni yuqoriga harakat bo'ldi, flatda yurdi. Flatda yurib, endi hozir mana bu yerdagi maksimumni biroz yangilab oldi. Endi bo'lsa, biroz kutamiz. Menimcha DXY juda qattiq oqadi, bor, juda qattiq oqadi. Menimcha DXY. Bu yuqoriga qarab uchib ketishi mumkinmi? Da, DXY oqyapti. Nuda. Davaychi men bu joyga bo'lmasa bitta buy stop qo'yamiz. Mana bu hayda yuqorisiga. Keyin place qilib turib, bitta buy stop qo'yib qo'yamiz. Mo'j mana shu hayda yangilab yuqoriga qarab chiqishiga. Menimcha DXY oqadi. Bo'ldi. Menimcha DXY oqadi. Yuqoriga bir marta harakat bo'lishi mumkin. Keyin yana baribir pastga tushadi. Pastga tushib keyin yana dakansa pastga qarab tushib ketishi mumkin. Men uje bola tushuntirayotganimda uje buy stopimizni olibdi. Tak, давайте bo'lmasa mana shu joyda bitta break-even ga hozirda o'zida qo'yib qo'yamiz. Modify da break-even qo'yildi. Endi bo'lsa ko'ramiz. Va mana bu narsa уже mana Fomsga o'xshayapti mana. Mana bu narsa haqiqatda Fomsga o'xshaydi. Buy stop qo'yamiz yana. Hayda yangilab yuqoriga qarab chiqib ketishga buy stop qo'yamiz. G'irs yana 0.50. Davay ukam. Buy stop aktiv. Hayni yangilab yuqoriga qarab chiqdi degan bo'lsa olg'a. Davay. Break-even bor. Mana shu joyda bir qismini yopamiz. 90% ni yopdim, endi qolganini ushlab turaman. O'sha yopgunimcha pastga bir marta qaytish qilib berdi. Tak, давайте bo'lmasa. O'ylamaymiz, oltinda all time high yangilanishiga bitimni ochaman. Ishlaymiz shu joyda o'zida qani. Umid qilaman va juda ham katta ehtimol bilan hozir Fomus vaqti menimcha oltin all time high'da yangilaydi. Shu yerga o'tsak 0.30 lotda bitim ochib qo'yibman, bayga ko'ramiz. Hozir ko'ramiz 5 minutdan keyin 1 soatli yopiladi. Odatda bunaqa vaqtda soatlikning oxirida ozgina soya bilan yopilishi va biroz orqaga korreksiya berish bu tabiiy holat. 1 soatli yopiladi. Agar 1 soatli mana shu atrofda yopiladigan bo'lsa, keyingisi ham yuqori ehtimol bilan balki pastga biroz soya qo'yib olar, lekin keyingi soatlik 1 soatlik sham ham menimcha yuqoriga qarab all time high yangilaydi va menimcha hammasi chotki. Come on, get that money. I don't come the money. Do it all for
Mana bu eng kattasini yopib turaveraman, 95 profitni. Bittasi yopildi. Yengillatib qo'yaman bir qator. Mana buni ham yopaman. 80 ni. Вот, mana buni ham yopsam bo'ladi. Вот, mana oxirgisini endi chiroyli holatda all time high ga qarab ushlab turaman. Va all time high ga bo'lsa juda ham oz qoldi. Давайте take profitni olamiz mana shuni. Take profit qo'yildi. Давай ukam. Mana bu joyga bo'lsa break even. Endi tushib yana buni urmaginda onasini ham endi tushib yana borib break evenga kalla qo'yib kelmasinda. Davay ukam. Oxirgi 3 minutlik qoldi. Onasini ham sen mana shu pul ham menga kerak. Mana shuni ham 8 ni yopib yuboraman menga desa. 8 ni shundoq qo'yib turib, qo'ymadi. Easy. Уже take profit. Men gapirganimcha, уже take profit. All time high уже bor va bugun yaxshi savdo bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarga ham nimadir bera oldim deb o'ylayman. Bugun shunaqa savdo amalga oshdi. Bugun FOMCda, ya'ni Federal Open Market Committee, bugun FOMCda savdo qildik. Xo'p, balans 1873 edi, hozir bo'lsa 2700 va men aytgan mana bu joyda DXY bo'lsa pastga tushib minimumlarini yangilab yuborishi mumkin degan edim. Вот, minimumlarni yangilab yubordi. Video boshida savdo hisobimni ko'rsatish esdan chiqqan ekan, shuning uchun videoda oxirida bo'lsa ham screenshot qilib qo'yib ketyapman. Bu yerda savdo tarixi yo'q, savdo akkauntim hammasini ko'rishingiz mumkin. Bu video, bu holat albatta tarixda qoladi, albatta tarixga muhrlanadi, chunki rekord darajadagi oltin narxi o'zini umri davomidagi erishishi mumkin bo'lgan va erishgan jamiki yuqori narxi, bu yoqda bo'lsa pozitivni olyapti. Eng pikoviy cho'qqisini yangilagani bitim qildik va buni take profit bilan tugatdik. O'rtoqlar, hammaga rahmat, hammaga prosmotr uchun like, kommentariy, podpiska, поддержка uchun hammaga rahmat. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.